Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Xudo xolasa Xo'ja aka advokat Xo'ja akamni stratifikatorlarini mana bitirib qo'ydik. 90% demak bitdi. Mana shu stratifikatorimiz mana. Mana stratifikatorimizni ko'rinishi. 90% bitib qoldi. Mana oldi oynalarni qo'yamiz. Mana elektr chaslari. Bu lampochkalar mana bu lampochkalar tunka orqali pastga issiq beradi. Lampochkalar qizigandan keyin tunkadan issiq beradi. Buni tagida ventilyatori bor. Ventilyatori butun mana shu ichkarini issiqlikni hamma joyga bir xil aylantirib tarqatib beradi. Bu asfishinalar. Bular asfishina ikki tarafida mana tagida buni oynagi bor. Yorug'lik berib turish uchun ko'chatlarimiz ancha ko'plab kaluslar chiqarib bir-biriga birikkandan keyin bular yoqiladi, doimiy yoqilib turadi. Sababi ko'klagan ko'chatga yorug'lik kerak. Mana bu tarafda mana blok pitanalari o'rnatildi. Bu yerda kulchatirlar. Asfishinaniki bittasi ventilyatorniki pastdagi. Mana ular bu yerda bo'ladigan mana bachogimiz bor. O'sha bachogda ventilyatorlari beta bachok turadi mana. Mana bu termoregulyatorimiz mana. Ham namlikni o'lchaydi bu, ham issiqlikni regulovka qilib turadi. Bemalol. Bu ham shum regulyatorlar, ikkita shum regulyator qo'yildi. Bu ikkita shum regulyatorlar ventilyatorda оборотini baland past qilib turadi. Ko'tarib tushirib turadigan shum regulyator. Hozir mana bu nimasini ham ko'rsataman. Bachogini. Ana bu bachog mana. Mana. Ventilyatorga to'kib ventilyatordan aylantiradi. Ichkarida tumanli generator bor. Tumanli generator ichkaridagi suvni parlatib berish uchun. Parlatgandan keyin bu mana shlanka orqali, mana bu yerda shlanka qo'yganmiz, mana shlanka. Mana shlanka orqali ichkariga beradi. Ichkarida 50 truba bor. O'sha orqali tuman orqali chiqib turadi nami. Mana metlarni hozir ashibga qilish kerak, unaqa bekitmay turamiz. Mana unga qarab qo'ydim, u yashig'ini zo'r qilib yasab olamiz. Keyin montor keladida, zapchastlarimiz kelsa, yana shunga qarab teradi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin buni ashibkalarni mahkamlab ishlashga tayyorlaymiz. Hozir bu zo'r chiqadi. Keyingilarni bundan ham zo'r chiqadi. Endi borgan sari hali takomillashuv chiroyliroq bo'ldi. Endi birinchi nima-ku bu? Stratifikator. O'zi ham ikkita uramiz-a. Ishvosi. Uni yurishini ko'raylik deb, ishlashini. Ishlashini ko'raylik. Bu hozir bor edi. Bu dunyo bo'yicha ham eng takomillashgan nimasi. Variantida bu. Bu hozir bunaqasi bormi? Eng katta uzumchilarda ham yo'q. O'zbekistonda umuman yo'q o'zi. Bitta Rustemda bor. Qaramda. Rustemda baqa ham menga ham ustoz qilyapti. Bilmagan joylaringga telefon qilinglar deyapti, qilyapmiz. Xudo xolasa bu hammaga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Bular ham tashga talga bo'ladimi? Keyin narigilar bitgandan keyin, qolganlar bitgandan keyin bu yopilib yuboraveradi. Hozir